Dada, nima biz bir umr qo'y boqib, mol boqib o'tamizmi? Shu ham hayotmi dada? Nima deyapsan bolam? Axir men qo'limdan kelganini qildim. Rizq Allohdan bolam. Ozgina sabr qilish kerak odam. Men sabr qila olmayman dada. Men ketaman. Bolam, voy o'li. Adasi. Aka to'xtab turing, hozir pulni olib chiqib beraman. Adajon, men duo qiling, boya domla aytdi-ku. Boshing toshdan bo'lsin bolam, rizqing baland bo'lsin. Ota-onasini duosini olgan inson hech qachon xor bo'lmaydi. Aka, mana pulingiz. Rahmat. Voy to'g'ri. Olmaliqqa yura olamizmi? Olmaliqqa? Sog' bo'ling, omon bo'ling aka. Yaxshi o'qib kelgan, xo'pmi? Ovqatlaringni vaqtida yegan. Xo'p bo'ladi ona. Dada. Uyda kimdir bormi? Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Qo'shningiz Temur aka bilan Halimonaning qattaligini bilmaysizmi? Ha, Temur akami? Ha? Temur aka o'g'illari ketgandan keyin infarkt bo'lib olamdan o'tib qoldi. Nima? Halimonachi? Halimoni bu dardlarni ko'tara olmay jinnixonaga tushib, adashmasam 3-4 yil oldin ular ham qazo qildi. Adasi, adasi nima bo'ldi sizga? Adasi o'ziga keling, turing, meni qo'rqitmang, adasi. Bu juda ham yaxshi inson edi. Aka, nima bo'ldi sizga, tuzukmisiz? Aka, o'zingizga keling. Aka, ular o'z sizga kim bo'ladi? Ular meni ota-onam edi. Aman bo'lsa, itman. It.